7-dekabr 2022-yil Toshkentdamiz. Ishda Alayski bozorda oldida mana qor bo'ralab yog'ib turibdi, katta. Mana bu obyektda ish qilyapmiz mana. Yerdagi qor mana tatingani ko'mayapti mana. Qor qalinligini. Mana shu obyektda o'sha tepada ishimiz bor ekan, o'sha şeyda. Shunisi da mana o'sida ekan, mana o'sha şeyda, shu betonlar tagida ishimiz bor ekan. Mana kran hali kelgani yo'q, 8 o'lyapti soat. Qor bo'rillab yog'ib turibdi qalinligi. Mana g'ishti ustiga o'rnagan qorni qalinligi mana salkam bir qarich ekan. Bir qarich qor o'rnabdi. Mana shu g'ishti ustiga mana yog'ib sovuq unchalik emas. Bu qatnaydigan plapay mashinadan tevaga chiqib ketyapmiz biz.